Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizga yangilik yuklarimiz, moykalar uchun, hovlilar uchun, masjidlar uchun pelesoslarimiz yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Sama moykaga ham ishlatsalaring bo'laveradi. Uy sharoitida ham bemalol gilam poloslaringni yuvsalaring bo'laveradi. Sifatlari juda ham zo'r. Xitoy mahsuloti komplektida balonli shotkasi bo'ladi. O'zini balonlariga ega shotkasi. Mana bunday kichkina chotkasi hamda chang yutish uchun asosiy tor joylarga tiqish uchun 3 xil nasatga komplekt holatda qo'shib beriladi. 2 xil modeli bor. Kichkinasi 30 litrlik, kattasi 35 litrlik pelesoslarimiz kelgan. Shlankalarni ham ko'rib turibsizlar, 2 metrdan shlankalari bor, o'zini turbalari ham bor. Sama moykada ishlatganda turbalar ishlamaydi, olib qo'yib jon oddiy o'zini ishlatsalaring ham bo'laveradi. Xo'p, uylarga ham bemalol qo'l keladi, narxlari juda ham arzon. Uyga ishlatib turgan pelesosingizdan motorlari juda ham katta, ya'ni baquvvat motordan qo'yilgan. Uncha-muncha kuyib qolmaydi, ovozi ham past chiqadi. Xo'p, 35 litrligini motori 1.2 kW bilan jihozlangan, sariq 35 litrligi. Bunisi 1.8 kWlik kattaroq motor bilan jihozlangan. Sifatlari juda ham zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, narxi eng optimal narxlarda. $95 qilib beramiz 35 litrligini. Xohlovchilar uchun $85 chiqadi. Nargisi, hop, 5 litr farqi bor. Motori ham salgina kichkinaroq. 30 litrligini $85 qilib beramiz. 35 litrligini hop $95dan optim narxlarda chiqadi. Optimga ham, donaga ham savdo qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shunday sifatli pelesoslarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Garantiyalari bor, eng sifatli va arzon narxlarda chiqadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.